high-tech uslubida to'liq jihozlangan uy qidiryaptimi deysiz? Unda bu video siz uchun. Hovliga bitta baho berasizlar. Fasad qismi juda ham chiroyli qoldirilgan, high-tech uslubida va uyimizning o'rtasida esa bu yerda zeleniy zonaga ham joylab qoldirilgan. Keyinchalik bu yerga gazonlar ekib qo'ysangiz, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Uyimizning burchagida esa yozgi oshxona joylashgan, juda ham chiroyli dit bilan qilingan va bu yerdan bemalol ichkaridagi oshxonaga ham o'tib ketsa bo'ladi va uning to'g'risida esa bu yerda mashina turishga avtoturargoh qoldirilgan, razdvijnoy darvozalar hammasi bor. Uyimizning birinchi qavatida ikkita hol, bitta yotoqxona, bitta sanuzel, chiroyli zal va kuxnyadan iborat. Uyimizning ikkinchi qavatida bitta master bedroom o'zining garderobi bilan va sanuzeli bilan, bitta detskiy spalni, bitta kattakon yotoqxona o'zining sanuzelidan va рабочий kabinetdan iborat. Uyimizning manziliga keladigan bo'lsam, uyimiz Yangi O'zbekiston bog'i va Do'rmonning o'rtasida Haydarobod degan mahallada joylashgan. Bu mahallani hamma biladi. Uyimizning yer maydoni 3 sotuv, imorat maydoni 370 kvadrat, 6 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Aminmanki, high-tech uslubida qurilgan uyimiz sizlarga yoqdi. Uyimizni to'liq videosini YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Uyimiz 550 mingga baholandi. Pastda qoldirilgan raqamlar bo'yicha aloqaga chiqing va baraka qiling.